Assalomu alaykum do'stlar. Toshkent shahrining qoq markazida joylashgan, umumiy qiymati 200 million dollarga baholangan Centris Towers loyihamizda qurilish ishlari bosqichma-bosqich davom etmoqda. Loyiha hududi o'zining strategik joylashuvi bilan ajralib turadi. Uning yaqinida Markaziy bank, Kapital bank va sanoat qurilish banklari kabi yirik moliyaviy muassasalar joylashgan bo'lib, ofis egalari uchun kundalik bank ishlarini tez va samarali hal qilish imkonini beradi. Amir Temur xiyoboni metro bekati esa biznes markaz xodimlari uchun qulay qatnovni ta'minlaydi. Loyiha yaqinida joylashgan poytaxt savdo markazi orqali kundalik xaridlar va xizmatlar tezkor amalga oshiriladi. Xalqaro anjumanlar saroyining yaqinligi esa bu hududni muhim biznes va rasmiy tadbirlar markaziga aylantiradi. Endi esa aprel oyida qilingan ishlar bilan yaqindan tanishish uchun obyektimizga yo'l olamiz. Biz hozir beton va kolonna ishlari yakunlangan 11 qavatli D blokimizning 11-qavatida turibmiz. Orqa tarafimizda C Tower joylashgan bo'lib, 8, 9, 10 va 11-qavatlarning beton ishlari yakunlandi. Hamda 12-qavatning armatura va beton ishlariga tayyorgarlik jarayoni ketmoqda. Oldin aytib o'tganimizdek, qurilishimizda M550 markali beton va A500C markali armaturadan foydalanilmoqda. A Towerda katta hajmdagi ishlar amalga oshirildi. 4 qavatli yer osti avtoturargohining beton ishlari yakunlandi hamda 1-qavatdagi lobbida 7 metrlik beton ishlari quyish jarayoni boshlangan. Qurilish ishlarini yanada tezlashtirish maqsadida obyektimizga qo'shimcha kran o'rnatildi. FG blokimizda poydevor ishlari uchun tayyorgarlik, ya'ni qazish va to'ldirish ishlari amalga oshirilmoqda. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, yer ishlarining 97.5% hamda hudud atrofining yerlarini mustahkamlash uchun anker va qoziq ishlari 95% ga yakunlandi. Mana do'stlar, sizlar bilan Centris Towersda aprel oyida bajarilgan ishlar bilan yaqindan tanishib chiqdik. Loyiha haqida yanada batafsil ma'lumot olishni istasangiz, sizni sotuv ofisimizda kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.